Uzun PHP dersi 20. qism PHP'deki session. Session degan nima? Biz kompyuterda mashg'ulot qilsak, har bir mashg'ulotimizni kompyuterda kirgan a'zo nomimiz orqali saqlaydi. Lekin torda bo'lsa, o'zimizning kompyuterda mashg'ulot qilgachqa, tor bekat mulozimlari bizning kimligimizni bilmaydi, chunki HTTP adresining holatni davomlashtirish alohidligi yo'q. Shuningdek, sessionni o'zgarish miqdori orqali bu masalani hal qilamiz. Uning xizmat prinsipi ishlatuvchi abonent uchun mulozimlarda salohiyat uchun saqlashdan iborat. Sessionni boshlash. A'zo fikrni sessionda saqlashdan burun cho'qim dialogni qo'zg'atish kerak. Ya'ni dialogni qo'zg'atish uchun session start deb funksiya nomini PHP ning ichiga yozishimiz kerak. Aniki ikkinchi session qiymatini o'qish. Session qiymatini o'qish uchun mana dollar belgisi ost siziq, aniki session ma belgi orqali session qiymatini o'qish bo'ldi. Masalan, mana ilgari misol ko'rsatilgandek. Andan keyin sessionni oxirlashtirish. Mana başladık, qiymatni o'qidik, buni oxirlashtiramiz. Buning qiymatni oxirlashtirish uchun onset yoki session destroy funksiyasini ishlatamiz. Mana session destroy funksiyasi sessionni asli qaytargan bo'lib, saqlangan barliq session saloq usullarni yo'qotadi. Masalan, mana ilgari misolda mana qiymat berish, o'qish qatorliqlar so'zlangan. Ama o onset mesela bu session qiymat orqali view ning qiymatini 0 yoki asli qaytarib etmoqchi bo'lsak, onset funksiya orqali shu session orqali o'qilgan view ning qiymatini to'xtatish bo'ldi. Agar funksiyani ishlatsak, sessionninki qo'zg'atgandan keyingi oxirgi quruga, demak shu session orqali o'qilgan yolg'iz view emas, boshqa qiymatlar bo'lsin, hamma qiymatni biroqlan shu 0 ga qaytardi.